Assalomu hurmatli tadbirkorlar. Tadbirkorlar bilan uchrashuvimizni boshlaymiz. Kimda nima masala bo'lsa, murojaatinizni marhamat qilib berishingiz mumkin. Oybek Muftiyedan keldim. Sobirov Diyorbekman. Ekspress mikroqarz olmoqchi edim. Hamma hujjatlarni topshirdim. 89 ming. Diyorbekga. Hujjatlarni to'liq topshirdingizmi? Hujjatlarni to'liq topshirdim. To'liq topshirgan bo'lsangiz, bugun Xudo xohlasa masalangizni ijozat haqida kiriting ajratib yana kimda? Jo'rayev Bilolxon. Jo'rayev Bilolxon. Jo'rayev Bilolxon. Meni nomimda tungi yog'du shabodasi MCH'si tadbirkorligi bor. O'shanga 50 million so'm kreditga ariza topshirdik. Qayerda joylashgan tadbirkorligingiz? Mustaqillik nuqtayida. Mustaqillik nuqtayida. Xususiy do'koningiz bor, shuni rivojlantirishga kerak. Tamom. Tushunarli, hozir hamma hujjatlaringizni topshirgan bo'lsangiz aytamiz, bugun Xudo xohlasa sizni ham ijozat hal qilib kiriting zaryad berishga kerak bo'ladi. Rahmat.